Ani salqin tog'li hududda olma qizil bo'ladi deymiz. Ha, o'shani bir notomoni bor. Ha, o'sha tomoni ham rozi bo'lish kerak. Yo'q, hamma narsa yaxshi narsani siz xohlagandek idealniy bo'lavermaydi. To'g'ri. Har bitta navi ham minusi bor, bilasizmi? Albatta. Har bitta navi kamchiligi bor. Misol uchun Crimsonda nima kamchiligi bor deymiz? Qurtmi, kasallikka chalinishmi? Yo'q, hamma olmalarda bor. Uzoq saqlanmaydi. Uzoq turib bermaydi, ha. Ichi chirib qoladi yoki ani ustiga dog' tushib ketib Nimaga qoladi. ani chet eldan kelayotgan olmalar zo'r turadi? Zo'r keladi, mana Polshadan kelayotgan olmalar. Sizniki ham zo'r turadi, aka, lekin Crimson emas-da, boshqa nav. Yo'q, ani Golden Galley, sizni Goldenis, sizniki bir xil o'shalar bilan. Chunki u yerda Yevropada dengiz sathidan balandlik degan tushuncha yo'q-da. U yerda hamma joy bir tekis, ya'ni etiklik 200 metr bo'lsa ham siznikidagi sifatli bo'laveradi. Chunki iqlimni o'zi salqin. Ha, bo'ldi. U yerda balandlik bilan o'lchanmaydi salqin. Ha, bo'ldi. O'zbekistonda mana shunaqa balandlik bilan o'lchaysiz. Ukrainadachi? Ukraina ham salqin. Ha, yog'ingarchilik ham ko'p bo'ladi bu yerda. Yog'ingarchilik ko'p. Namgarchilik baland.